Sure Sad tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismiyle başlayayım. Sad şanlık Kur'an bilen kasem ki bu Kur'an hakikaten mucizedir. Belki kafirler imandan baş tartmakta ve Resulullah'a muhalefetçilik kılmakta. Ulardan ilgiri küfrü tüpeylidin nurgun ümmetlerini halak kıldık. Ular azapını köygende feryat kıldı. Halbuki bu kaçıdığan vakt emas. Ularga özlerinin içinden bir agahlandırıcı yani peygamber kelgenligiga ular hayran qilishdi. Kafirlar aytdi: bu bir yolg'onchi sehrgardir. U nurg'un ilahlarni bir ilah qilmoqchimi? Bu hakikaten g'alati ish. Ularning yani Qurayshning kattalari sorunlaridan qo'zg'alib chiqib aytdi: sizlar meninglar ma'budlaringlarga ibodat qilishda ching turinglar. Bu hakikaten bizden irade kılındıgan bir iş. Yani Muhammed sizlarni dininglardan tandırıp sizlarga özünün üstünlük kazanışını irade kılıdı. Bunu biz başka bir dindin yani Nasara dindikilerden anlamadık. Bu fakat uydurmadır. Kur'an bizge nazil bolmay, onunğa nazil boldu mu? Belki ular mening zikrim yani Kur'an'dan çektidir. Belki ular tekin mening azabımni tetigini yok. Ularda galip yoki ularda galip nihayeti keremlik Rabbinin rahmetinin hazinleri var mı? Yoki ular osmonlarning, ziminning ve ularning ostidagi narsalarning podshohligiga egami? Eğer ular ega bo'lsa, ular özlerini osmonga elib chiqadigan sho'talarga chiqsin. Ular Rasulullah qarshi jamoalardan uyushgan mag'lub qilinadigan qo'shindir. Ulardan yani Quraysh müşriklerinden ilgiri Nuh kavmi, Ad kavmi ve qo'ziqlar egisi Fir'aun kavmi peygamberlerini inkar kıldı. Samud kavmi, Lut kavmi ve Eykilikler yani Şuayb aleyhisselam kavmi mu peygamberlerini inkar kıldı. En şular peygamberlerine karşı uyuşkan cemaatler idi. Ular yani cemaatlerden peygamberlerini inkar kılmagan birimi yok. Şunun için ularga mening azabım tegishlik bo'ldi. Bular fakat bir ovoz yani birinchi qitimliq so'rnilar kutidi. U qaytilanmaydi. Ular masxir qilish yo'li bilan Rabbimiz sen bizga azobdan va'da qilgan nasibimizni bizga balduroq qiyomat kundan ilgari bergin deyishdi. Ularning so'zlariga sabr qilgin. Dinda kuchlik bandimiz Davudni aslagin. U hakikaten Allah'a itaat qilg'ich edi. Biz hakikaten tog'larni Davudga bo'ysundirib berdik. Ular Davud bilan atigini oqshimi tasbih aytadi. Qushlarni uningga bo'ysundirib berdik. Ularmu tarafdan toplanıp Davud bilan billa tasbih aytadi. Tağlarning, qushlarning hammasi Allohga itoat qilg'uchidir. Davudning saltanatini kuchaytdik. Uningga hikmat ve hamma odam tushunadigan ro'shan so'z iboralarni ato qildik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, da'vo qilg'uchilarning qissasi sana yetmedimi? Sana yettimi? Öz vaqtida ular Davud ibodat qilayotgan masjidning temidan ortilib tushishadi. Ayni vaqtda ular Davudning yeniga kirdi.
Davud ulardan qo'rqdi. Ular Davudga qo'rqmagan, biz birimizga chiqilgan ikki da'vogarmiz. Bizning oramizda odillik bilan hukm qilgan, nahaq hukm chiqarmagan, bizni to'g'ri yo'lga boshlagan dedi. Ularning biri shubhisizki, mening bu qarindishimning 99 sog'ligi bor. Mening bir sog'ligim bor. Qarindishim u bir sog'liqnimi menga bergin deydi. U bir sog'liqnimi menga bergin deydi. Aramızda bu to'g'riliq munozara bo'lib, u meni so'zda yengib qo'ydi dedi. Davud aytdi: "U sening sog'liqingni o'zining sog'liqlariga qo'shib olishni talab qilib, rostla seni bo'zaq qilibdi. Nurg'un sheriklar, ya'ni do'stlar, shubhisizki bir-birining haqqiga chiqiladi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlar bir-birining haqqiga chiqilmaydi. Bular azdir." Davud bizning uni sinaganligimizni bildi. Rabbidan mag'firat talab qildi. Sajdaga bordi. Allohga tavba qildi. Biz uning xatoligini afv qildik. U bizning dargohimizda albatta yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ldi. Ey Davud, seni biz haqiqatan yer yuzida xalif qildik. Kishilarning orasida odillik bilan hukm chiqargan. Nefs xohishga ergashmaganki, u seni Allohning yo'lidan ozdirdi. Allohning yo'lidan ozganlar hisob kuni, ya'ni qiyomat kunini unutganliklari uchun haqiqatan qattiq azobga duchor bo'ladi. Osmonni, zaminni va ularning orasidagi shaylarni bekor yaratmadik. U, ya'ni ularni bekor yaratilgan deb qarash kofirlarning gumonidir. Kafirlar devzaxtın vay. Kafirlarga devzaxtın vay. İman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarni yer yuzida buzg'unchilik qilganlar bilan o'xshash qilamdik yoki taqvodorlarni fojirlarga o'xshash qilamdik. Bu ularning oyatlarni tafakkur qilishlari uchun, aql egalarining va'z nasihat elishlari uchun biz sana nozil qilgan muborak kitobdir. Biz Davudga Sulaymonni ato qildik. Sulaymon nima degan yaxshi banda? U Allohga haqiqatan itoat qilguvchi edi. O'z vaqtida kechqurunliqi uningga yaxshi yugurik otlar to'g'rilandi. Sulaymon aytdi: "Men haqiqatan otlarni Rabbimni aslash uchun yaxshi ko'rdim. Ular ko'zimdan g'oyib bo'lguncha ularni ko'zdan ko'chirish bilan bo'ldim." Sulaymon aytdi: "Atlarni mening oldimga elib kelinglar." Atlar elib kelingandan keyin Sulaymon ularning pochoqlarini, bo'yinlarini silashga boshladi. Biz haqiqatan Sulaymonni sinadik. Uning taxti ustiga bir jasadni tashladik. Ondan u buning sinoq ekanligini bilib tavba qildi. Sulaymon aytdi: "Rabbim, menga mag'firat qilgin. Mendan boshqa hech odamga muyassar bo'lmaydigan podshohlikni ato qilgin. Sen haqiqatan ko'p ato qilg'uchisan." Biz Sulaymonga shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol Sulaymonning buyrug'i bilan u xohlagan tarafga lazam mang'atdi. Hamda uningga katta binolarni salalaydigan qurg'uchi va dengizlarga cho'kib unchu marjonlarni ilib chiqalaydigan g'avvos shaytonlarni bo'ysundirib berdik. Yana nurg'un shaytonlarga ishkal selingandir. Biz Sulaymonga aytdikki, bu bizning sana bergan keng atoyimiz. Uningdan sen xohlagan kishilarga bergin yoki bermagin, bu haqda sendan hisob ilinmaydi. U bizning dargohimizda
haqiqatan yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Bandimiz Ayyubni aslagin. U o'z vaqtida Rabbiga iltijo qilib, shayton menga haqiqatan jafo mushaqqat va azob yetkizdi deb nido qildi. Uningga putung bilan yerni tepgin dedik. U puti bilan yerni tepivdi. Sözün bir buloq, süzük bir buloq etilib chiqdi. Biz uningga bu yuyun suvi bo'ladigan, isimi bo'ladigan sovuq suvdir dedik. Biz uning kesel vaqtida ofatga uchrab yo'q bo'lgan ahli avlodini yengidan berdik. Ular bilan billa bir barobar ortiq berdik. Bu bizning nozil qilgan rahmatimizdir. Aql egalari uchun vaz nasihatdir. Uningga qo'ling bilan bir bog'lam cho'pni ilib, uning bilan ayolingni urg'in, qasimingni buzmag'in dedik. Biz Ayyubni haqiqatan sabrchan bayqadik. U nima degan obdan banda? Haqiqatan u Allohga tavba bilan yuzlangichidir. İbadetli güçlük, dinde basiretlik bendilerimiz İbrahim, İshak ve Yakub'ni esligin. Ularni biz pak hisletlik, ahiretini eslep durduğun samimi kişiler kıldık. Ular bizning dergahimizde hakikaten Allah'ı tanlanan kişilerdir. Hakikaten yaxşı kişilerdir. İsmailni, İlyasani ve Zulkiflini esligin. Ularning hammasi yaxshiladindir. Bu vaz nasihatdir. Taqvodorlarga albatta yaxshi oqibat bor. U turalg'i bo'lgan jannatlardan iborat bo'lib, ularga uning darvozalari ochiqdir. Ular cennetlarda taxtlarga yönlenip o'ltirdi. Ular cennetlarda nurg'un meyvelerini, nurg'un sharoblarni talab qilib, akeldirib turdi. Ularning yanlarida erleridan g'ayriga ko'z salmaydigan yosh qo'rami o'xshash juftilari bo'ladi. Bu sizlarga qiyomat kunida va'da qilingan ne'matdir. Bu hakikaten bizning atoyimizdir ki u hergiz tügümeydi. Bu hakikattir. Kafirlarning ahireti bo'ldigan joyi hakikaten en yaman joydir. U cehennemdir. Ular cehennemge kirdi. U nima degan yaman joy? Bu köydürgücü kızık sudur. Kan yiringdir. Ular bunu tetsin. Yana ularga mush xildagi boshqa turlik azoblar bor. Agash kuchilari bilan do'zaxga kirgan chaqda agash turguchilarga aytadi. Bu jamoa sizlar bilan birga kirguchidir. Agash turguchilar aytadi. Ular qarshi ilinmaydi. Ular cho'qim bizga o'xshash azobni tetig'uchilar. Agash kuchilar aytadi. Belki sizler karşı ilinmaysizlar. Sizler azapni bizga elib keldinglar. Yani bizni azdırıp do'zax kirishimizga sababchi bo'ldinglar. Bu nima degan yaman joy? Ular yani erkash kuchilar Rabbimiz bizga bu azapni elib kelgan odamga do'zax azobini 2 hassi ziyoda qilgan deydi. Ular yani kafirlarning katıbaşları aytadi. Biz dünyadaki çağda yamanlardan hesaplaydigan adamlarni, yani müminlarni do'zaxda ko'rmaymiz go. Ularni biz dünyadaki çağda mesxir qilatdikmi? Yoki ulardan ko'zlar ig'ib ketdimi? Yani yoki ular do'zaxda biz bilan birga tursinmi ko'rmayyotamdik.
ahli do'zaxning bu ravishda o'zaro janjallashishi cho'qimdir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Makka kofirlariga aytganki, men faqat bir ogohlantiruvchiman. G'olib bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. U Allah osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi shaylarning Rabbidir. G'olibdir. O'zi xohlagan bandalarni nihoyat mag'firat qilguchidir. Ularga aytganki, u ya'ni Allohning birligiga da'vat qilguchi payg'ambar ekanligim cho'ng xabardir. Sizlar uningdan yuz o'riysizlar. Farishtalar Odam alayhisalom to'g'risida munozirlashayotgan chaqda men ularning ahvolini bilmaydim. Menga faqat vahiy qilindiki, men ro'shan bir ogohlantiruvchiman. O'z vaqtida Rabbim farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan loydan bir odam yarataman. Uni men raurus yaratgan, ya'ni uni yaratib suratga kirgizib, a'zolarini to'liq mukammal inson holatiga keltirgan va uning jon kirgizgan vaqtimda uningga sajda qilinglar." Farishtalarning birimi qolmay hammasi Odam alayhisalomga sajda qildi. Faqat iblislar bo'yintovlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. Allah aytdi: "Ey iblis, men o'z qo'lim bilan yaratgan insonga sajda qilishdan sana nima to'sqinlik qildi? Uningga sajda qilmaslikning takabburlik qilganligingmi? Takabburlik qilganligingdanmi yoki yuqori martabaliklardan bo'lganligingdanmi?" İblis: "Men uningdan ortiq, meni o'tdan yaratding, uni loydan yaratding" dedi. Allah: "Sen cennettin yo'qol. Sen haqiqatan qo'g'landi bo'lding. Sana haqiqatan qiyomatgacha mening la'natim bo'lsin" dedi. İblis: "Rabbim, bana xaloyiq tirildirildigan kun, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bersang, ya'ni meni hayot qoldirsang" dedi. Allah: "Jazman sana ma'lum vaqtgacha muhlat berildi" dedi. Allah: "Jazman sana ma'lum vaqtgacha muhlat berildi" dedi. İblis aytdi: "İzzeting bilan qasamki, ularning hammasini cho'qim ozdirman. Ulardan faqat tanlangan bandalaringlar buningdan mustasno, ya'ni ularni ozdirolmayman." Allah aytdi: "Mening so'zim haqdir. Men haqni so'zlayman. Sen bilan va ulardan sana ergashganlarning hammasi bilan cho'qim jahannamni to'shqizaman. Aytqinki, Allah tarafidan kelgan vahiyni tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Men Qur'onni iftira qilguvchilardan, ya'ni yolg'ondan to'quvchilardan emasman. Qur'on faqat jahon ahli uchun va'zi nasihatdir. Bir muddatdan keyin uning rostligini cho'qim bilasizlar."